Herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizni onlayn darsni boshlaganimiz bilan avvalambor tabriklayman. Bilasizmi, bu dars qanday dars? 2 oy ichida siz bilan birgalikda natijaga juda ham tez va chiroyli shaklda yetib olishimiz kerak bo'lgan onlayn darslik. Bu darslik asosan meni o'zimni yozgan kitobim asosida bo'lib o'tadi. Bu kitob 7 iqlim turkcha kitobi bilan birgalikda kollaboratsiya qilib yaratilgan kitob. Buning ichiga sizga oson va qulay bo'lishi uchun juda ham ko'p qoidalarni kiritganman va siz grammatikani juda ham tez, oson, qulay shaklda o'rganib olasiz. Bu kitobda asosan qoidalarni hammasini sizga oson bo'lishi uchun o'zim birma-bir tuzib chiqqanman. Turk tilida odatda qoidalarni har kim har xil tushuntiradi. Lekin bu qoidalar oson va tushunarli bo'lganligi uchun ham siz grammatikani o'rganishda hech qanday muammoga duch kelmaysiz. Asosan grammatikaga urg'u bermaymiz, chunki imtihonda bizga grammatikadan savol tushmaydi. Biz grammatikani nima uchun o'rganamiz? Grammatikani biz faqatgina so'zlarni to'g'ri yozish va gapirganda qo'shimchalarni to'g'ri qo'shib, so'zlarni chiroyli shaklda gap holiga keltirib gapirish uchun, talaffuzimizni to'g'rilash uchun asosan biz grammatik qo'shimchalarni o'rganamiz. Shu sababli ham ko'pchilik grammatikaga urg'u berilmagan, nima uchun grammatikani chuqur o'rganmaymiz degan savollar sizda tug'iladigan bo'lsa, hech muammo emas. Chunki bizga grammatikadan hech qanday savol tushmaydi. Imtihonning asosiy bo'limlari o'qima, dinlama, yozma va konuşma bo'limlari hisoblanadi. Biz ana shu jarayonga juda ham kuchli tayyorgarlik ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bugun biz siz bilan birinchi darsimizni xuddi shu men yozgan qoidalar asosida tuzilgan kitob bilan boshlaymiz. Birinchi darsimizda har bir tilni o'rganishda eng avvalambor uni harflarini tanishib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bugun biz siz bilan birinchi darsimizda harflarni o'rganib chiqamiz va shu asosida gaplarni bir-biriga bog'lab chiroyli o'qishni ham o'rganamiz. Demak, bugun birinchi darsimiz siz bilan boshladik. Turk tilida 29 ta harf mavjud bo'lib, ulardan 8 tasi unli harflar. Keling, sizlar bilan harflarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi harfimiz A harfi. Odatda A shaklida yoziladi, lekin A shaklida talaffuz qilinadi. Misol uchun at, ot yokida anne yokida araba so'zlarida at, ot, anne, ona, araba, mashina. Xo'p, keyingi harfimiz B harfi. Bizning o'zbek tilidagi kabi B shaklida talaffuz qilinadi. Baliq yokida bilet so'zlarida. Keyingi harfimiz J harfi. Bu harfimiz xuddi rus tilidagi S kabi yoziladi, lekin talaffuz qilinganida J shaklida talaffuz qilinadi. Misol uchun juzdan, hamyon, ya'ni o'zbek tilida hamyon yokida jeb, cho'ntak ma'nosida. Keyingi harfimiz Ch harfi. Mana shu J harfini tagida kichkina chiziqchasi bor. Bu Ch shaklida talaffuz qilinadi. Chichek, misol uchun gul yokida cho'juk, bola. Keyingi harfimiz D harfi. Domates, pomidor. Keyingi harfimiz E harfi. Elma, olma. Keyingi harfimiz F harfi. Fil, G, gözlük. Bizda yana bitta shunday harfimiz mavjudki, u harfimiz turli xil shaklda, turli xil talaffuz qilinadi. Odatda bu harfimiz yumshoq G deb aytiladi. Ya'ni unli harflardan keyin va unli harflar o'rtasida kelsa, G harfi, ya'ni yumshoq G harfi umuman talaffuz qilinmaydi. Unlilar biroz cho'zilib talaffuz qilinadi. Misol uchun ag'achilik deb yozilgan, lekin talaffuzda ağachilik deb talaffuz qilinadi. Yokida ag'abey deb yozilgan, lekin talaffuzda abey deb talaffuz qilinadi. Aynan mana shu harfimiz E yokida I unlisi o'rtasida kelsa, Y tarzida talaffuz qilinadi. Yozilgan paytida beğendi deb yozilgan, lekin talaffuzda beğendi shaklida talaffuz qilinadi, ya'ni yoqtirdi. Yokida degil shaklida yozilgan, talaffuzda dil emas. Shu shaklda talaffuz qilinadi. Xo'p, undan keyingi harfimizga keladigan bo'lsak, H harfi. Esingizda tuting, turk tilida faqat bitta yumshoq H harfi bor. Hastane, misol uchun shifoxona yokida harf. Keyingi harfimiz I harfi. O'zbek tilida I harfi yo'q.
Ya'ni biz i harfini ham har doim i shaklida talaffuz qilsak ham yozuvda yozmaymiz. Lekin turk tilida i harfi bor. Ya'ni i'ni ustida nuqtasi yo'q varianti. Misol uchun ishik, yorug'lik, irmoq, daryoni irmog'i. Keyingi harfimiz i harfi. Injir, misol uchun anjir. Va endi sizda shu yerda bitta savol tug'ilishi mumkin. Hozir yuqorida siz buni j dedingiz. Endi mana bu j harfi, ya'ni o'zbek tilidagi j ni siz bu harfni endi nima deysiz degan savol tug'ilishi mumkin. Bu rus tilidagi j harfi bo'ladi. Talaffuzda j shaklida talaffuz qilinadi. Misol uchun Japoniya, ya'ni Yaponiya. Misol uchun jilet, britva. Xo'p, keyingi harfimiz k harfi. Bu harf turk tilida ham k ham k shaklida talaffuz qilinadi. Misol uchun ko'pik, it yoki qalam. Keyingi harfimiz l harfi. Limon yoki lokanta. Restoran, kichkina oshxona ma'nosida. Keyingi harfimiz m harfi. Masa, stol yoki mutfak, uyimizdagi oshxonamiz, o'zimiz ovqat qiladigan oshxona mutfak. Xo'p, keyingi harfimiz n harfi. Nar, anor yoki nuqta. Keyingi harfimiz. Endi mana shu yerda sizda ikkilanish paydo bo'lishi mumkin. Boya yuqorida a harfini o shaklida talaffuz qildik. Endi mana bu yerdagi o ni qanday talaffuz qilamiz? Turk tilida o xuddi bizning o'zbek tilidagi o shaklida turibdi, lekin talaffuz qilinganda bu harfimiz o, o'zbek tilidagi o shaklida talaffuz qilinadi. Misol uchun otobus, ya'ni avtobus yoki oda, xona. Shu kabi so'zlarda har doim mana shu o harfini ko'rganingizda, ya'ni o'zbek tilidagi o harfini ko'rganingizda turk tilida shuni o shaklida talaffuz qilasiz. Va undan keyingi harfimiz ö. O'zbek tilida talaffuzda ö shaklida talaffuz qilamiz, lekin buni biz o'zbek tilida o shaklida, ya'ni o harf bilan yozamiz. Aslida esa turk tilida qanday talaffuz qilinsa, xuddi shunday yoziladi bu harfimiz. Misol uchun o'rdek. Talaffuzimga e'tibor bering. O'rdek, ö. Yoki o'dev, mashq, vazifa yoki o'rnak, misol, o'rnak. To'g'rimi? Xuddi shunday. Keyingi harfimiz p harfi. Misol uchun para, pul yoki penjara, oyna. Keyingi harfimiz r harfi. Radio, rang. Keyingi harfimiz s harfi. Soat, suv. Va mana shu s harfimizni tagida kichkina chiziqchasi, ya'ni biz o'zbek tilida dumchasi. S harfini kichkina dumchasi bor. Bu sh shaklida o'qiladi va talaffuz qilinadi. Sh. Shapka yoki shisha. Shapka, shisha. Keyingi harfimiz t harfi. Telefon yoki to'p. Keyingi harfimiz u harfi. Uchoq, samolyot, uzun. Endi xuddi o'ga o'xshagan yana bitta harfimiz bor. Bu u harfi. U boshqacha talaffuz qilinyapti, u boshqacha talaffuz qilinyapti. Misol uchun uzum, utu, dazmol, ulka, mamlakat. Keyingi harfimiz v harfi. Valiz, chemodan. Keyingi harfimiz y harfi. Yumurta, tuxum. Keyingi harfimiz z harfi. Zurafa, misol uchun jirafa yoki zaytun. Xo'p, endi sizlarni yana bir marta harflar bilan tanishtirib chiqaman. Boya aytganimdek, unlilar 8 ta. Ulardan a, i, o, u unlilari qalin unlilar, i, ö, u unlilari inja unlilar deyiladi. Lekin odatda o'quvchilarga grammatik qo'shimchalarni qo'shayotgan paytimizda oddiy shaklda a, i, o, u da mana bunday qo'shiladi, i, o, u da mana bunday qo'shiladi deya o'rgatib ketaman. Agar sizga qalin unlilar, inja unlilar deb o'rgatadigan bo'lsam, bulardan qaysi birisi qalin, qaysi birisi inja unli deya sizda ikkilanish paydo bo'lishi mumkin. Xo'p.
Davom etamiz. Undosh harflarda ham bir nechta farqli harflar bor. Boya alfabetni tushuntirgan paytimda ularni aytib o'tdim. Yana bir marta bu harflarga sizni esingizda qolishi uchun alohida qoida qilib to'xtalib o'tib ketganman. Xo'p, misol uchun ulardan J harfi. Bu harfimiz xuddi aytganimdek rus tilidagi S harfi kabi yoziladi, lekin o'zbek tiliga talaffuz qilinganda, ya'ni biz talaffuz qilganimizda turk tilida J shaklida talaffuz qilinadi. Keyingi harfimiz xuddi shu harfimizni kichkinagina pastida chiziqchasi bor. Bu Ch harfi. Keyin K harfi bir xil shaklda yoziladi, lekin talaffuz qilganimizda K va Q shaklida talaffuz qilinadi. Yumshoq G harfimiz. Bu ham G, ham Y, ham G, ba'zan esa umuman talaffuzda eshitilmay ketadigan holatlari ham bo'ladi. Keyin o'zbek tilidagi J, bu turk tilida J shaklida talaffuz qilinadi. S'ni tagida kichkinagina dumchasi bor varianti, bu o'zbek tiliga Sh shaklida talaffuz qilinadi. Xo'p, ulilar orasida ham talaffuzda farq qiladigan harflarimiz bor. Ulardan boya aytganimdek i ni ustida nuqtasi yo'q. U I deya talaffuz qilinadi. Yokida O harfimiz o'zbek tilida O, bu turk tilida O shaklida talaffuz qilinadi. Oda misol uchun. Keyingi harfimiz Ö. O'zbek tilida Ö degan talaffuzimizda bor, lekin o'zbek tilida Ö harfi yo'q. Turk tilida Ö harfi bor. Misol uchun o'rdek, o'dev. Keyingi harfimiz U harfi. O'zbek tilida U talaffuzda bor, lekin yozilmaydi. U ni o'rniga ham U yoziladi. E'tibor eting. Ö, O, U, U. Bularning juda ham katta farqi bor. Talaffuzda shu narsaga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Boya aytganimdek, G undoshi, ya'ni yumshoq G undoshi. Uli harflardan keyin va uli harflar o'rtasida kelsa, G harfi umuman talaffuz qilinmaydi. Ulilar biroz cho'zib talaffuz qilinadi. Misol uchun A, B so'zida. Yokida E yoki I ulilar o'rtasida kelsa, Y tarzda talaffuz qilinadi. Dil, bendi so'zlarida. Birinchi darsimizni birinchi bo'limidan tushungan narsalaringizni not qilib olishingiz uchun kichkinagina joy tashlab ketganmiz. Mana shu yerga mavzu bo'yicha tushungan narsalaringizni yozib ketishingiz mumkin bo'ladi. Yokida sizda savollar tug'ilsa, shu yerga yozib qo'yib, keyingi darsda siz bu savollarni mendan so'rab, birgalikda muhokama qilsak ham bo'ladi. Endi esa hozir sizlar bilan bir nechta dialoglarni o'qib ko'ramiz. Ya'ni talaffuzimga diqqat bilan e'tibor berishingizni so'ragan bo'lar edim. Va siz ham o'zingiz mustaqil shaklda o'qib, mana shu dialoglarni o'qib, siz audio shaklida bizga jo'natishingiz kerak bo'ladi. Bularni men va kuratorlar yordamida nazorat qilib, sizni o'qiganingizdagi kamchilik va xatolaringizni sizga tushuntirib beramiz. Xo'p. Birinchi dialogda Omer bilan Denizning suhbati berilgan. Merhaba, merhaba. Adınız ne? Benim adım Omer. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Xuddi mana shu shaklda siz ham o'qib, bizga audio zapisini yuborishni esingizdan chiqarmang. Keyingi dialogimiz. Merhaba Yaren. Merhaba Murat. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sizi tanıştırayım. Bu Ahmet. Ben de Yaren. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hop. Qarang, mana bu yerda 3-chi dialogda, ya'ni mana bu yerda 3-chi mashqda siz uchun ishlashingiz kerak bo'lgan kichkina joylar tashlab ketganmiz. Bularni xuddi mana shu yuqoridagi dialoglarga qaragan shaklda yozishingiz kerak bo'ladi. Bu vazifa. Bu vazifalaringizni albatta tekshiramiz. Bizga jo'natishni esingizdan chiqarmang. Merhaba, merhaba, nasılsın? Mana shu yerda nima bo'ladi? Misol uchun, teşekkür ederim, iyiyim. Xo'p, rahmat, men yaxshiman degandan keyin siz nima deyishingiz mumkin? Siz ham unga sen qalaysan deb so'rashingiz mumkin, to'g'rimi? Sen nasılsın? Xo'p, teşekkür ederim, ben de iyiyim. Rahmat, men ham yaxshiman deb javob berdi. Seni arkadaşımla nima deyishimiz mumkin? Seni arkadaşımla tanıştırayım. Bu Kemal. Memnun oldum Kemal. Demak, bu yerda ben de memnun oldum. Men ham xursand bo'ldim. Xuddi shu shaklda dialogni yozishingiz kerak bo'ladi.